Okey, bu so'z nafaqat inglizda, balki deyarli barcha tillarda ommalashganligi hammamizga ma'lum. Lekin bu so'z o'z asli qayerdan kelib chiqqanini bilarmidingiz? Agar bilmasangiz bizga obuna bo'lib qo'ying. Cringe va azoblovchi videolar o'rniga foydali nimadir topsangiz bo'ladi. Bu okey so'zi asli hazil tariqasida boshlangan. 1830-yillarda Boston shahridagi odamlar so'zlarni atay noto'g'ri talaffuz qilib, noto'g'ri qisqartirishardi. Masalan, all right so'zini all right deb qisqartirib, uni all we yoki no use'ni no use qilib k ga qisqartirishgan. Va bu xuddiki 19-asrdagi memlarga o'xshardi. 1939-yilda esa Boston jurnali okey so'zini birinchi bor ishlatgan. Ya'ni all correct, ya'ni hammasi to'g'ri degan so'zni all correct ga o'zgartirib, uni qisqartirishgan. Bu so'z yo'q bo'lib ketgan bo'lardi, lekin 1840-yilgi saylovlarda Martin Van Burenni qo'llab-quvvatlovchilar unga Old Kinderhook deb taxallus berishgan va uni o'zlarining znachoklarida OK, ya'ni shu Old Kinderhookni birinchi harflarini qisqartirib ishlatishgan va shu so'z hozirgacha qolib ketgan. Shunaqa foydali video uchun like bosishni unutmang va bizni kuzatishda davom eting, chunki shunaqa foydali va qiziqarli videolarni ulashib boramiz.